Matiz mashina qabul qilib oldi. Bunda bo'layotgan holat mashina razg'om chiqqanini totdim o'tgan ekan. Keluvdilar, oldi chasti ham pacha bo'lgan ekan, uni bo'sh qo'yildi. O'tda zo'r holatda orqa chastini vaq oldi. Mana orqa gulshitr bo'ladi bu. Nimaga ikkita tishuv desanglar, bir tomondan kiradi, bir tomondan chiqib ketadi. Orqasi ichi. Biz buni kesib vaq olamiz. Unamiz video qilib ko'rsataman. Mana endi bari chiqazdi u. Mana shu o'tda qismi bo'ladi. Ichida ham turbam ketibdi bu. Hop. Mana. Chiqing endi. Mana qaradi. Ursalar, biko. Men tomon o'choq. Mana, eshiz ko'rinmaydi. Men tomon o'choq mana. Endi bu narsa bor-ku, mayyalar o'chib ketgani mumkin mana holatda. Mana malla ham borda, yonitkal turibdi-ku, mashla ham borda mana. Tayyor bo'ldi. Matiz gulshitr, ha. Mana qilingan ish. Pomni. Qoplamani soldi. Ichidagi turbani yangiladim. Qani ham buni ko'tardik ham. O'rnash. O'xshaylar. Yana bitta klientga plyus bo'lish uchun misoli aytamanki, amalizator ikkitalik bo'ladi. O'shandan ikkitalik bo'lganda svarchiga bo'lib turib, mana bundan kestirib, kaltaytish kerak. Bir olib, shuni tayyorlab yetdim. Xursand o'zim. Shuni qo'yiladi amalizatorni svarchiga bo'lmaydi.